Thank you. Okay, nimdaydi? Voy rahmat. Thank you. Endi taklif qilganda ekan, endi bir so'yiga sizlar ko'rishgan narsa, rahmat. Adab o'ziniki minnatdorlikni bildirish, nima? Thank you. Okay. Look. Okay, endi nima? Qarang. Okay, look. Look. Qarang shunami? Okay. Here it is. Xo'sh. Ana here it is. Here you are. Deganimiz nima aytay? Mana. Demakchi, bir narsani boshqalarga sunganda, boshqalarga ko'rsatganda here you are shunami? Masalan, here it is o'rniga here you are desak mana narsalar bo'ladi. Agar endi bir narsani here it is, demakchi it is here. It is deganni ko'rsatib misharika nima desanlar, ash ko'ynak shu. It is here. Demakchi u bo'lsa mana. Demakchi bir narsani bir tal narsani mana deb ko'rsatdi-ku. Endi mana tavjong juda qo'yamiz ta'tu jumla. Arab nima desanlar here ni oldiga qulaylik bo'lsin uchun yutkib oldi. Shuning bilan nima here it is bo'ldi bu. Aslida o'zcha shakli it is here. Janalmalla it is here. Endi mana ko'plik bo'lib qolsa, bir necha narsa bo'lib qolsa here they are. Demakchi they are here degan gap bo'ldi. Here they are. Okay, here they are but mana bular. Deb endi ko'p narsani ko'rsatdilar. Ko'p narsani ko'rsatdilar. Here it is mana. Okay, mana desnim debdi. Okay, it's a nice dress. Nim debdi. Wow, u bo'z intayin bir chiroyli, baland bir ko'ylak ekan. It is a nice dress. Okay. It's very smart. Okay. It is u bo'lsa very nihayti smart, nihayti go'zal ekan, nihayti chiroyli ekan, nihayti yarashimli ekan. Tushunami? It is very smart. O intan yarashimli ekan. Okay. My hat's new too. Debdi. Why, mening shlapam yangi debdi, tushunami? Okay, my hat's. Yana bir narsa nima yangi aytib Allah? Uningki dress shunami? New dress shunami? My hat's new too. Okay. Desa, and what color is it? What color is it? Uning rangi nima? What color is it? Desa, it's the same color. Okay. The same color. And then the same color degan nima? Desa, o'xshash rangda. Okay. And the same deganimiz o'xshash, color deganimiz nima? Desa, rang. The same color, o'xshash rangda. O'xshash rangda. Okay, demakchi umuman nimaga yeshil rang ekan. It's green too. Shunami? U bo'lsa qanday rangda? Yeshil rangda. It's green too. Umuman yeshil rangda. Okay, that is a lovely hat. Okay, nima debdi? Wow, o degandek bir xil nihoyatda chiroyli shlap ekan. That is a lovely hat. Lovely hat. Okay, lovely mikan balla? Xo'sh jamsa, shu bugungi darsimizniki muhim bo'lgan bir grammatika shortsa qarab boqaylik. Grammar letter. On a further note on the text. Endi qaranglar mushariki muhim nuqtalarga. Masalan, bunada it's the same color. Okay? And the same. Okay, and the same mushariki bir tal article ba, the. Okay? The degan bilan billa qanday qilinadi desanlar kelgan gap. Okay, hamda the. Endi musharika the deganni hamda ko'rsatayotgan nima desanlar shu article bo'ladi, hamda bu the same demak shu odatda shu ismlarning oldida shu sifat bo'lganda shu t'ni billa kelib hamda bir turdagi bir o'xshash birdek degan ma'noni bildiradi. Masalan, the two boys of the same age. Okay, nima bu ikki o'g'il bola nima desanlar o'xshash yoshda, the same age. Yoki nima we live in the same city. Biz o'xshash bir shaharda qanday qilamiz? Turamiz yoki nima yashaymiz. Okay? Masalan, it's a lovely hat. Endi misharika that is a lovely hat. Demak, endi misharika that is u bo'lsa nima desanlar aytib bir o'moq shlap ekan, tushunami? Okay. Endi misharika shu is manda yanto yozilgan nima bu? That is a lovely hat. Demakchi bir nimani ifodalaydi desanlar, texam bir kuchab, stress ifodalab demakchi o'zining his tuyg'usini qanday desanlar ifodalashda nima qilindi. Okay? Endi qaranglar. Arabda article degan nima? Yana article Uyg'ur tilida bir yo'q so'z turgan bo'ldi buni.
Endi bu ingliz tillarida ko'p ishlatilgan so'z turkumlaridan biri bo'lib, endi artikellar o'z oldiga mustaqil ishlatilmaydi, ham jumla bo'ligi bo'lolmaydi. U faqat ism ham ismni aniqlab kelgan sifat va sifatdashni oldirib kelib, ma'no ifodalashga yordam beradi. Okay. Endi shu sifat va sifatdash dedik, savollashamiz. Qaranglar. Masalan, article deganda masalan the yoki an yoki a, tushunami? Endi bu masalan city deydi, tushunami? The big city. Yoki the city. Yoki a city degandakcha. Xo'sh, endi qaranglar. Shu an yoki a yoki andan ishlatilishi. A yoki an nimaga ishlatiladi desanglar, odatda buning ma'nosi bir degan gap savollashlar. Bir degan gap. Odatda shu so'z beshi. Masalan, ko'pincha shu sanig'ini bo'ldigan ismlarning oldiga keladi. Onun ekanında bu şu sanığını bulduğu isimlarni ortak isim, xas isim deb bo'linadi. Ortak isim deganimiz nima desanglar? Masalan, hamma narsaga shu bir turdagi narsalarning ortak ismi, masalan, kitob. Kitob desak, endi dunyoda nurg'un kitoblar bor, har xil kitoblar bor. Shularning ham ortak shu nimaga tegadi? Masalan, millionlagan kitob bo'lgan bo'lsa, shu hammasini ko'rsatgan gap kitob deganimiz. Endi bu yerga bu bo'lsa bir kitob desak, shu bir tal narsa ko'rsatamiz ku endi bu yerga. Demak, endi dunyoda hamma kitob emas. Shunga ham sharaka this is a book deymiz. This is a book. Demak, endi shu masalan a pen, a book, a car, a cat. Okay, a car degan pickup, a cat degan bir mushuk, a man degan bir akshi, a boy degan bir o'g'il bola, a television degan bir televizor, a new hat deganimiz bir yangi shlapa, a hot day, bir issiq kun. Masalan, that is a new hat. U bo'lsa nima desanglar, bir yangi shlapa. Masalan, it's a cat. U bo'lsa nima desanglar, bir mushuk. Yana this is a car. Bu bo'lsa nima desanglar, mashina. Yana shu n va nima desanglar, so'z beshi, so'zdan beshi keladi. Yana odatda shu so'zdan beshi. Ya'ni shu bir ismningki tunji harfi yoki sifatning tunji harfi so'zliq tovush harfi bilan boshlangan bo'lsa, shu shuningga qanday qilmaysiz desanglar, shu talaffuz qilgan so'zliq tovush bilan boshlanish kerak. Bo'lsa, undan shu shuningga anni qilamiz. Masalan, so'zliq tovush degan a e I o u shunami? Masalan, an egg, an apple, an orange, an eraser. Eraser deganimiz o'chagich, an umbrella, küllük, an English book. Endi bu yerga bookning b so'zliq tovush harfi emas. Lekin endi bu yerga sifat, yoki bu sifatdash aldir ekan nima desanglar, i bilan boshlandi. Shunga an English book, an old man, tushunami? Degandek. Masalan, this is an eraser. Bu bo'lsa bir o'chagich. That is an old man. U bo'lsa bir yashangan kishi. Now, it is an English book. U bo'lsa bir nima? Ingliz til kitob. Okay. Undan keyin yana bir ahvolda savollashlar. Masalan, nimaga ishlatildi desanglar, masalan, bir shay yoki shu shayga munosabatli shayni birinchi qatim tilga olganda a yoki an ishlatiladi. Endi ikkinchi qatim tilga olganda nima ishlatildi desanglar, the ishlatildi. Masalan, men tunugun uyga ketib berib, yo'lda bir ishni ko'rdim. I saw a dog. Bir ishni ko'rdim. Yo, yeliq ish degan yaman yo'g'on ekan, The dog. Okay. Demakchi misharga the dog deganimiz yeliqi. Demakchi misharga the degan article nima desanglar, yeliq ish bo'lsa was nima? Yo'g'on ekan, bu qop qor ekan. The dog was black. Yeliq ish qanday ekan desanglar, qor ekan. Demak, endi misharga deganimiz hamda shu bir deganni bildirgan bo'lsa, makeynniki the deganimiz nima desanglar, shu yeliqi. İngilizcedeki yeliqi degan ma'nosini bildiradi. Okay. Masalan, ismlarni oldida sifat kelganda ularni oldida ishlatiladi. Masalan, the new street, the old building, the Chinese class degandekcha. Demak, endi bu ismlarni oldida sifat kelganda shuni nimani ishlatilganmiz? The ni ishlatilganmiz. Tushundingizmi? Okay. The new street, the old building, the Chinese chess. Nima desanglar, Chinese chess deganimiz hamda Jungocha shaxmat. Shaxmat. Okay, old building deganimiz shu kona bina. Hamda new street bo'lsa yangi ko'cha, yangi ko'cha. Demak, hamda mishara savollashlar, nima ishlatdi desanglar,
Şu dön işletdi. Demekçi the same color. Color degan isim emasmi? Simlarni sifat kelsa, ya'ni nimani ishlatganmiz? The. Şu article ishlatganmiz. Xo'sh. And we are grammar in here. And what color? Okay. And the shunga o'xshash savol jumlalar qaranglar. What color is Anna's hat? Okay. And what color is Anna's hat? Demekçi Anna'ningki shlapsniki rengi nima? Shunami? Buni o'rganib bo'ldik, shunami? And what color is Helen's dog? And Helenning ishtlarininki rengi nima? And misharga what color is Helen's dog? Degan mushimligi ma birinchisi qisqartirilgan asli ma'nosini shu BP'ni ko'rsatadi. Ikkinchisi nima dersanglar, egilik kelishdan qo'shimchasi nang deganni bildiradi. Amash qisni aralashtirib o'tmanglar. Masalan, what color is Helen's dog? And what color is your shirt? And this is in ko'ylakingizning rangimi? What color is your shirt? Like what color is it? Uning rangi nima? What color is it? Okay, naqta qaranglar savolashlar. Undan sirtamda biz shu ingliz tilidagi shu buyruqni, taklifni, o'tinishni ifodalaydigan bir necha jumla shakllari bor. Masalan, buyruq jumla, masalan, follow me. Follow degan action, follow me deganimiz menga action. Endi buningdagi igisi qanday desanglar, yoshirin kelgan bo'ldi. Masalan, you follow me demaymiz. You deganimiz hamda yoshirin kelgan. Biz Uyg'ur tilida o'rningizdan turing. Hargizmi siz o'rningizdan turing deb ketmaymiz odatda. Shu o'rningizdan turing desak ham kifoya. Demak, shunga o'xshash hamda buyruq jumla. Odatda shu o'tinishni ifodalaydigan jumla. Masalan, shut the door please. Eshikni taqang, shunami? Look out. Nima degan gap? Diqqat qiling. Masalan, yo'lda o'tgan, hey look out. Diqqat qiling. Diqqat qiling. Shunami? Okay. Uni dekanda mushara, shunda buyruq jumlalari yana birga and, o'rtadagi and ishlatilishi. Okay, and ishlatilishi. Anda bu yerga bu and nimaga ishlatilgan deganda, odatda shu to bilan asosan qanday desanglar o'xshash. Anda bu yerga come, see deb bo'lmasmi? Come, see, ishqital nima desanglar feel bor. Endi ikki feel ingliz tilida hargizmi birga kelinmaydi. Shunga endi mishaga and ishlatilgan. Yoki nima desanglar aniqsizlik holatda to ishlatdik. Demakchi to shu g'aqaga kelishini masalan ko'rishga demakchi bu ikkisini ifodaлагanda endi chiqib ko'rang degan gap bor endi. Demak hamcha to ishlatganga barobar. Chunki ikki feel bir yo'l kelishga bo'lmaydi. Undan keyin ma to aniqsizlik holatda keldi. Bu yana birga maqsad ifodalaydi. Alright, ondan keyin yana bir ahvol nima desanglar, shu buyruq jumlalariga ikki buyruq jumla bir yo'l kelsa. Masalan nima desanglar, come here, yana joy desanglar, see this new dress. Shunami? Mashkiliz ham ikki jumla. Odatda ingliz tilida ikki feelni bir yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Endi bir yo'l qo'ymaganda nima qilish kerak desanglar, buningga o'tirga tuni qatish kerak. Lekin endi mana jumlalarga endi qanday desanglar, endi bu tuni qatsak bo'lmaydi, qatmaymiz. Demak endi buningga kelgan narsa nima desanglar, come and see this goldfish. Okay, endi mana goldfish degan oltin baliq shunami? Kelganda bu oltin baliqni ko'ring degan gap, shunami? Demakchi hamda kelib ko'ring degan gap. Demakchi shu ikkisini bog'lash rolini o'ynaydi, shunami? Shu and degan hamda ishga shunga o'xshash buyruq jumlalarni o'tirib kelganda billa qo'shib o'tmoqchi bo'lganda and ishlatamiz. Agar endi bu harakat to okay, agar to ishlasak nima bo'ldi desanglar, to ma'ni ko'rish uchun yakkilang degan ma'ni bildirdi. Ko'rish uchun yakkilang degan ma'ni bildirdi. Demak, endi ishga buyruq jumla qilganda o'tirgan and qat'iy o'tamiz. Masalan, go and buy yourself a new pair of shoes. Okay, endi nima desanglar, bering. Berib qanday qiling? O'zingizga bir yangi bir jup oyoq setib oling. Shunami? Setib oling. Ana wait and see, endi saqlang. Wait and see and qarab beqing, shunami? Degan gapda shu ishga jumla. Demak, endi bu shunga kelganda intayni diqqat qilinglar. Shu bular ishki buyruq jumlalarni kelganda shuni qilgan gap. All right guys, that's all for today and see you next time. Goodbye.